qaysidir vaqt bo'ladimi bo'ldi charchadim odamlardan endi hozir men вообще odamlardan charchaganman hozir bizlardan charchamadingizmi hech yo menga hali sizlardan charchamadim menga bunaqa yoqar ekan mana hozir bu yerga kelyapman majlis trening bo'lyapti o'zimizni xodimlar 30 kishi shunaqa energiyam ketdi aytdim cho'ta dedim odamlar bor tadbirlar yoqmayapti o'shaning uchun faktordan charchaganman dedim menga yoqar ekan kayf qilib o'zimga yoqadigan odamlar bilan общение qilib chunki bundan zo'r yo'qda odamlar mana hozir 2 kishi 3 kishi o'tiramiz lekin 100 ta odam ko'radimi 100 mingta odam ko'radimi sizni ichki dunyoyingizni energiyani oladi sizga energiya beruvchi odamlar bilan gaplashsangiz uni tanlash huquqi o'zingizda bo'lsa bo'ldi naborot bu drive-ku kim bilan uchrashishni o'zingiz tanlasangiz zo'r lekin kim bilan uchrashishni tanlay olmaydigan paytlar katta eventlarda yoki u yoqda ham hali shu qonni bo'lish kerak oldin polюбви borardim men aytibman hozir ukam batareykam kam Vallahi aytadi Hasan aka kommersiyaga pulni olib qo'yganman deb boraman bo'lmasa qolganiga bormayman hozir nimadan mana faktordan ham charchagan deyman deyapsiz nimadan zavq olasiz mana shunaqa suhbatlar yangi missiyadan yangi videodan boyitdim hozir qanaqa mana sizni mana yaqin orada 2-3 yillik planlaringiz mana hozir Husan aka bilan ham 25-30 yil faktordan yangi levelga chiqib uni shogirdlarga perdacha qilish videosini ustida ishlayapmiz endi Alloh nasib qilib to'g'ri yo'l bersa скорее всего mana faktor tug'ilayotgan yil 2017 bo'lsa hozir 25 Hasan aka bilan Husan aka yangi boshqa yo'nalishga o'tadigan darajada turibmiz. Chunki bu kitobni o'qib oldik. Bu boyagi narsa. Ukamiz endi hozir shunday nedvижимость sohasida Hasan aka agar vaqtingiz bo'lsa, sizlarga qadrli bo'lsa, qiziq bo'lsa, menga aytdim, men qadrli, men zavq olmayman, men bilmayman. Necha pul berasan ham deganim yo'q. Boyagi Steve Jobs aytadi-yu, "Ты хочешь оставаться продавцом газированных напитков или изменить мир?" O'zbekistonda nisbatan kam bo'lmagan yangi loyiha qurilayotgan bir paytda o'sha loyihani filosofiyasi, o'sha loyihani atrofidagi haqiqiy loyihaga jismga mos bo'lgan konseptini realizatsiya jarayoni va u narsani odamlarni to'ldirishi, masalan 26-27 gacha u loyihaga boyagi kuratorlik qilish. Husan aka siz bilan birga boradilar? Endi hozir 1-2 oy ish qoldi, keyin Safinga boraver, orqaga yetib olaman dedi, endi vaqt ko'rsatadi. O'shani aytmoqchiman-da, siz baribir no'lading bo'lganingiz uchun birinchi siz ishingiz bo'ladi-da. Ularda Husanning funksiyasida muammo yo'q. Husanning funksiyasi men kech so'radim, Husan aka tizimlar bizga kerak emas. Siz yangi 1.9 bor. Siz yangi proyektlarni рассматривать qilasizmi? Siz 01 bo'lsangiz, kimdir kelib, men 1.9 man, Hasan aka siz bilan ishlagim kelyapti desa. Zavq olsam qilaman. Bir ikkita joyga borib zavq olmadim, qilmadim. Pul beramiz deyishganda, $5000 beramiz deyishganda, bu ishsiz yurgan paytimda bog'chaga borib dars berib zavq olar ekanman dedim. Zavq olmasam qilmayman. Qayerda sizda shu zavq nimada? Bilmayman, o'zimda taklif kelib aka, mabodo bir choy ichsak, o'zida qiziq siz bilan qadrli bir savmasiy loyiha qilsak, jilayingiz bormi? Почему bir net deyman. To'g'ri kelib qolsa, choy ichish uchun hech kim отказаться qilmaydi. Endi menga qadrli bo'lsa, u kalibri, boyga yetdi-ku smart money degandek, o'zim ulardan o'rganib, o'zim ular bilan berib, ikki tomon boyga sizlarga o'xshab ximizm bo'lib, mayo intuitiv. Qadr topsam boraman, просто pulim uchun borib, nimadir qilsa tortmaydi. Просто men missiyani ko'rsam, videoni ko'rsam, men bundoq orqaga qarab 2 yil, 3 yil, 5 yil o'tgan umrimga achinmaydigan loyiha bo'lsa zavq olar ekanman. Признание bo'lsami? Конечно, plus. Chunki menda motivatsiya ko'proq признанияda, bilasizmi? Признание qachon eng ko'p olasiz? Bu krizisga tushgan proyektga kirsangiz, kompaniyani ko'tarsangiz, chunki krizisga tushgan kompaniyani ko'tarsangiz, признанияsi katta bo'ladi, ancha katta bo'ladi, ancha qadrli bo'ladi. Agar qila olmasangiz, bunaqa hech kim sizni yomonlamaydi-da. Shunday prinsip edi-ku. Bu men o'zimni o'sha psixolog bilan gaplashgan raqamda ko'rgan narsamda. Hozir bizni anaqa siz bitta savol bersam mayli? Siz mana M-faktorda baribir ham личный brend, узнаваемость rosa oshdi-da. O'sha vaqtda sizga o'sha признанияga chanqovni to'ldirmadimi? Yo'q, men aytmoqman, alhamdulillah, Xudoga shukr, unaqa hozir prezident bobida hamma nimalar yopilgan. O'sha yopilgan bo'lish kerak-da. Menda voy, O'zbekistonda ko'plar hamma taniydi. Kim tanimaydi, kim tanimaydi degan savol to'g'ri. Balki men taniganlar, tanimaganlar men tanimayman deyishdi, nabarat battle bo'ladi. Anaqa bo'ladi. To'g'ri, bizga kerak odamlar bizani taniydi. Men kerak odam hozir masalan siz bilan tanishish kerak. Men bilaman kim orqali tanishgandek. Mana siz bilan hozir bizani ko'rayotgan odam bilan tanishib kerak. Bilaman kim orqali tanishgan. Masalan, menga любой odam chiqib, masalan, palon setda rahbar bilan palon setda palonchi odam bor ekan desa,
ikkita odam yetadi. Bundoq qilib aka o'sha odam bilan bitta choy ichildi. Nima yo'q, qo'rquv ham yo'q, nima ham yo'q. Любой mamlakatga borib O'zbekiston elchisi bilan borib choy ichish kerak desa ichib boraman. Kim orqali chiqishimni ham bilaman. Bu meni kutib boradi, aka men choy qilib beraman, bir vaqtingiz bo'lsa xursand bo'laman deyman. Bu masalanda u men borib nima emas. Просто menga kerak bo'lsa, men degan insonga ikki og'iz shirin so'zini aytib, e'tirofini qilib, shu inson qadrli bo'lsa choy icha olaman. Shuning uchun prezident nuqtai nazaridan, kalibr nuqtai nazaridan, yo xarizma nuqtai nazaridan, qo'rquv nuqtai nazaridan nima yo'q. Lekin zavq bilan prezidentni borda endi mana o'sha boyga aytganimdek o'zimiz Sizga qadrli odamlardan. Albatta o'zimizga qadrli bo'lgan odamlar bor, boy insonda bor. Balki hozir bu yoqda правильно siz ham aytarsiz. Men ham правильно aytarman, ichimizdagi chestni versiyani o'zimiz bilamiz. Keyin aytasiz, keyin. Zatini aytamiz. Zavtrikda. Ana tomoshabinlarga bu video chiqqandan keyin Hasan akani taniydigan odamlar taniymiz deb xatdan tanishinglarni yozinglar, tanimaydigan odamlar ham kommentariy yozinglar, tanimaymiz deb. Ko'proq kommentariy bo'lsin.